Skanerni kalibrovka qilgandan so'ng, endi hozir buni skanerlash tezligi hamda sifatini bitta tishli jag'da, bitta tishsiz jag'da sinab tekshirib ko'ramiz. Har bitta nasotkada mana bu oynasida spiral bo'ladi. Bu işte og'iz ichiga kirganda og'izdagi harorat bilan bug'lanib, parlanib qolmasligi uchun. Nasotkani qo'yamiz va skanga bosamiz. Birinchi tishli modelda skaner ko'ramiz. Skanerlash uchun shu bitta knopka bor. Knopka bosilsa davom etadi. Birinchi okklyuzionni, keyin oralni, keyin esa vestibulyarni ko'rishingiz mumkin. Demak, sifati ancha yaxshi. Budjetli skanerlar uchun tezligi ham. Endi xuddi shu amaliyotni tishsiz jag'da tekshirib ko'ramiz. Ya'ni mana odatda ko'p skanerlar tishsiz jag'larni olishda qiynalishadi. Demak, ko'rishimiz mumkin, tishsiz jag'da ham skaner o'zini yaxshi ko'rsatdi. Hech qanaqa o'rtada zadержкалар, uzilib qolish yoki qotib qolishlar bo'lmadi. Sifati ham shunga yarasha.